Kim suv yarata oladi? Ariqni qazib kelib men qildim deymiz. Ariqni ochib qo'yamizda, men qildim deb qo'shni bilan talashamiz. Buni men kavlaganman. Sen qoch. To'g'rimi? O'zi nima qilgansan desa, tuproqni odamga yoqib qo'ygan xolos. Bo'ldi. Ariq o'zi oqib kelgan. O'shanga biz hovliqamiz, men qildim deb. Lekin uni yo'qdan bor qilgan Alloh. Suv mo'jiza o'zi. O'zi tirik. Tog'da qor yog'adi, tog'ga qarang. Alloh subhanahu va taolo tog' quyoshga yaqin o'zi qarang. Bundoq olib qarasiz quyoshga yaqin, lekin unda qor turadi, pastda qor turmaydi. Endi buni qonuniyati quyoshning nuri qarang, shunaqa ekanki, yerga tushib kim qaytar ekan? Yerga tushib qaytgani uchun past issiq, tepa sovuq bo'ladi. Aslida mana bizning xonamizda issiq tepalikka ko'tarilib, past sovuq bo'ladi. To'g'rimi? Lekin toza havoda, tabiatda past issiq, tepa sovuq. Tog' tepasiga ko'tarilgan sari sovuq bo'ladi. O'sha tog'da qor yog'adi. Qor Qo'qon tumani Ovulmat mahalla fuqarolar yig'iniga ichimlik suv muammosi borligi uchun tarmoq tortilgan ekan. Shuni koloduslarni montaj qilgan chaqirishganda. Kolodus montajlarimiz bu asosiy tomondan kelish, bu tomonda ko'chalarga ketish, alohida bajanlik uchun maxsus grantlar qo'lga qo'ydik.